Rahmat hokimimizga qiladigan voy aka keldi rahmat millamayman hozir 2 soatlarda suv to'xtaydi nima zarar ko'rgan bo'lsalaring hammasini yuribdi rahmat o'ylanmalar rahmat hozir hech narsa bilmaymiz kim zarar ko'rdi kim zarar ko'rmadi rahmat pasaysa mana suv pasayapti 2 soatda yo'qoladi har bitta uyga odamlarim kiradi nima zararinglar bo'lsa aytasizlar ko'rsatasizlar nima bo'lib kerakli beraman kelishdingmi hech ham o'ylanmayman hammani olib keldim men ham qimirlamayman sizlar nima dard ko'rayotgan bo'lsang 10 karra men ham topaman joyingda bo'laman hammani to'g'ri aytyapsan xudo saqladi ketasi bo'lmadi ketasi bo'ladimi bo'ladi bu ham xudoga aytganimiz bor ekan xudoga ming marta shukr kelishdikmi o'ylanmalar hech ham o'ylanmalar